Ehtiyot bo'ling, peshonangizga surib qo'ymang. Sochingiz peshonangizdan ham o'sishi mumkin. Sizlarga shunaqangi retsept aytaman. Bu retsept qilganingizdan keyin sochingiz shunaqangi chiqib ketadi, faqat 40 kun qilinadi bu retsept. Demak, bir bosh piyoz olasiz, 30 ta 35 ta qalampir munchoq va rozmarin. Rozmarinni bitta shoxini qo'shsangiz ham bo'ladi. 100 gram suvga bir bosh piyozni suvini solasiz, tyorkadan o'tkazishingiz mumkin, blenderdan o'tkazishingiz mumkin. Ikkinchisi rozmarinni solasiz va demak qalampir munchoqni solasiz. Suvingiz 70-80 gradus bo'lishi kerak. Tonik qo'yib qo'yasiz, 6 soat, 12 soat turadi. Kechqurunga har kuni sochingizni demak ildiz qismiga surib chiqasiz. Ehtiyot bo'ling, peshonangizga surib qo'ymang. Sochingiz peshonangizdan ham o'sishi mumkin. Buni 40 kun davomida qilasiz va natijani o'zingiz ko'rasiz. Bu videoni demak sochi bilan muammosi bor kal o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying. Foydali videolarni o'tkazib yubormasligi uchun profilga obuna bo'lib qo'ying.